30 kun ichida 30 million dollarni sarflashing kerak, qo'lingdan kelsa albatta. Shunda 300 million seniki bo'ladi. Bu bir hiyla emasmi? Sen nima deb o'ylaganding? 30 millionni bir oy ichida oxirgi sentigacha sarflashing kerak. Ammo na uy, na mashina va na qimmatbaho buyumlar sotib olmaysan. Faqat egningdagi usti boshing bilan qolasan. Xo'sh, uddalay olasanmi? Buni osonmi yo'qmi ekanini hali bilib olasan. Yo. Istagan odamingni yo'llashing mumkin. Ular senga ishlash kerak. 5% ni xayriya qilishing, yana 5% ni o'yinda yutqazishing mumkin, ammo pullarni tarqatishga haqqing yo'q. Hayolingda nima o'tayotganini bilaman, Bryuster. Picasso asarlarini sotib olib, gulxonida sinasan, to'g'rimi? Yo'q, adashasan. Odamzod uchun bebaho bo'lgan boyliklarni yo'q qilishing battolning ishi. O'sha zahotiyoq merosdan mahrum bo'lasan. Ha, yana bir narsa. Nima uchun shuncha pul sarflayotganingni hech kimga aytmaysan. Do'stlarimga bersam-chi? Do'stlaringga ham yordam bermaysan. Javonda o'tirganimda menga birov shafqat qilmagan. Va umuman do'stim bo'lmagan. Mayli, Bryuster, nima deysan? Shartimga rozimisan? Uddalaysanmi? O'zim ham bilgandim. Shuning uchun vasiyatnomaga iroda suslar uchun yana bir band kiritdim. 1 millionni hozirni o'zida olib, barisini unutishing mumkin. Istasang katta boylikning egasiga aylanasan. 300 million bordi-yu shartni buzsang, kafangado bo'lasan. Tushunarlimi?